O'tkir bu eng ulug' muhtasham saroyimiz. Ularni ko'rgan, ustozlarni ko'rgan. Xalqlar Xalqlar do'stligi saroyi. Buncha Sizlarga muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin. birinchisi bu qadaminglar qutlug' bo'lsin. Shu yerdan tushmaydi iloyim. Iloyim, oxirgisi bo'lmasin. Katta sahnalarga nasib qilsin. Hayır baraka bersin. Assalomu alaykum. Ko'ngil uchun bo'lsa, Boburga ko'ngil uchun bo'lsa, bedanagi o'tlab qo'ysa. Omad yor bo'lsin. Eng katta marralarida o'sha tarixda qolgan juftlik sifatida mashhur bo'lgan san'atkorlarni ham yuqoriroq marralarga zabt etishlarini tilab qolamiz. Allohu akbar. Jurnalistlar barchaga xayrli kech. Xudo xolasa biz bugundan yurtimizning muhtasham saroylaridan biri Markaziy saroyda 8-mart boshlangan tadbirlarni boshlab oldik. To'g'risi imkon men uchun katta sahna. Bu sahnada barcha san'atkorlar hozir qiladi va ushbu orzu bir necha soniyalar qoldi amalga oshishiga davom etsin. Albatta bu kunlarga yetishimizga bizni ustozimiz, sevimli shoiri Ustoz Abdulaziz Buzoqov kuzatishda davom etadi.